Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun virtual tarzda 11-sinf laboratoriya ishi diffraksion panjara yordamida yorug'lik to'lqin uzunligini aniqlashni o'rganamiz. Darslikda bu ishni qanday bajarish batafsil keltirilgan. To'lqin uzunligini hisoblash uchun formula ham keltirilgan. Bu yerda D diffraksion panjara doimiysi, Y demek tirqishdan spektr maksimumigacha bo'lgan masofa, N spektr tartib raqami, X panjaradan ekrangacha bo'lgan masofa. Virtual laboratoriya qurilmamiz quyidagi ko'rinishda. Bu yerda yorug'lik manbai, diffraksion panjara, tirqishli ekran, unga chizg'ich joylashtirilgan. Tajribani bir qizil rang uchun bajaramiz. Qizil nur uchun. Mana bu yerda panjaradan tirqishli ekrangacha bo'lgan masofa santimetrlarda aks etib turadi. Ko'rib turganingizdek diffraksion panjaramiz doimiysi 10 darajasi -5 metrni tashkil qiladi. Dastlab biz tirqishli ekranni surib, spektr maksimumi chizg'ichdagi butun qiymatga mos keladigan holatgacha siljitamiz. Va panjaradan chizg'ichgacha bo'lgan masofani yozib olamiz, 15 cm. 15 cm. Birinchi maksimumgacha bo'lgan masofamiz 1 cm ni tashkil qilyapti. Spektrimiz tartib raqami birinchi spektr. Xuddi shu natijalarni ikkinchi spektr uchun ham yozib chiqamiz. Demak, ekrandan panjaragacha bo'lgan masofa 15. Ikkinchi spektrgacha bo'lgan masofa, tirqishdan ikkinchi spektrgacha masofa 2 cm. cm. Spektrimiz tartib raqami ham 2. Endi yana tirqishli ekranni siljitib, spektrni yana butun qiymatga mos keladigan holatda to'xtatamiz. Demak, 2 ga olib keldik. Panjaradan ekrangacha bo'lgan masofa 30 cm. cm. Birinchi spektrgacha tirqishdan bo'lgan masofa 2 cm. Spektrimiz tartib raqami birinchi spektr. Xuddi shu natijalarni ikkinchi spektr uchun ham kiritamiz. Demak, 30 cm. Tirqishdan ikkinchi spektrgacha bo'lgan masofa 4 cm. Spektrimiz tartib raqami 2. Ekranni yana siljitamiz. Ichga olib keldik. Panjaradan ekrangacha bo'lgan masofa 44 cm. 44 cm. Tirqishdan birinchi spektrgacha bo'lgan masofa 3 cm. Spektrimiz tartib raqami birinchi spektr. Xuddi shu narsa ikkinchi spektr uchun yozib chiqamiz. Ikkinchi spektr uchun tirqishdan ikkinchi spektrgacha bo'lgan masofa 6 cm ni tashkil qilyapti. Spektrimiz tartib raqami 2. Mana Excel dasturi avtomatik ravishda to'lqin uzunligini qiymatini hisobladi. To'lqin uzunligini qiymati mana bu formula bilan aniqlanadi. Bu formula darslikda ham keltirilgan. Diffraksion panjara doimiysi, S tirqishdan spektrgacha bo'lgan masofa, R diffraksion panjaradan
chiqishli ekrangacha bo'lgan masofa, k spektrning tartib raqami. Hisob-kitob natijalari shuni ko'rsatyaptiki, to'lqin uzunligimizning o'rtacha qiymati 671,7 nanometr. O'rtacha absolyut xatoligimiz 6,7 ni tashkil qilyapti va o'rtacha nisbiy xatoligimiz 0,100 ni tashkil qilyapti. Qisqacha mana shu laboratoriya ishini bajarish, natijalarini olish va ularni qayta ishlashni ko'rib o'tdik. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyalarda yozib qoldirasizligini umid qilamiz. Xayr, salomat bo'ling.